Yangi chiqarayotgan Atacento traversiyalarimiz ham ancha ommalashib qoldi. Sizni sharofatingiz bilan. Yaxshi. Standart qonunlariga rioya qilinyaptimi? Ha, albatta rioya qilyapmiz. Juda yaxshi. Yuring. Muammolarimiz yo'qmi? Yo'q. Ishchilarimizning kayfiyati yaxshimi? Ishchilar biz bilan ishlayotgandan minnatdor, xursand. Ko'nglingizni xotirjam qiling, Bahodir aka. Bahodir aka 1 minut. Labbay. Gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bular sizga faqat seximizni yaxshi tomonini ko'rsatishyapti. Haqiqiy muammoni sizga aytishmayapti. Nima muammo? Mana bu yerda ishchilar 2 oydan buyon oyligini ola olmayapti. Bizda ham bola chaqa bor, oila bor, och o'tirishib axir. Ertalab ishga kelamiz, kechqurun qaytamiz. Shu sizga yarashadimi, aka? Shu gap rostmi? Shu gap rostmi? Men oylikka qo'l qo'yib bergandim-ku. Pul qo'yib berdingiz shu. Chaynalma. Shu Abdullajon. Nima Abdulla? Abdullajon o'g'lingiz oluvdilar pullarni. Ishchilar haqqidanmi? Yo'q, 1-2 kunda qaytarsalar kerak. Top Abdullani. Bor. Xo'p. Mana shu zavodni halol mehnatim bilan, peshona terim bilan qurganman. Ada, qo'ysizchi, qattaga bir ish ekan. Arzimagan pul bo'lsa, berib olaman hozir o'sha pulni. Qaytaraman.